Assalomu alaykum obunachilar. Naqd sindirgan holat o'tdi makfa eshik derazalar kelganmiz. Bag'in Nodirbek ham tanishtirib oladi. Nodirbek aka razmerlari bilan xudo xolos tanishtirib bering. Narx-navolar bilan. Aka obunachilar, mana unda xolisi 9220, 230, 240 gacha bo'lgan narx-navosi mana 800 ming so'm aka. 800 ming so'm? 800 ming so'm juda qimmatda. Boshliq qanchaga berasiz oxiri? Xalqimizga men obunachilarga yengil narx chiqarishim kerak. Obunachilar sizlar uchun 750 dan qilib beraman. 750 bo'lmaydi, 730 dan o'tdim berasiz. Kelishdikmi? Bo'ldi, kelishdik. Bo'ldi. Men nomimdan chiqasizlar 730 ming so'mdan alkofoli 90 ga 240 gacha. Ikkidan baland hammasini 730 ming so'mdan Nodirbek akamdan xarid qila olasizlar. Nomerni topshirib qo'yamiz. Xudo xolasa bu yerda razmerlarimiz juda ko'p. Xo'p, qani qo'shqanot razmerlardan ham tanishtirib olasizmi? Xo'p, birovga 240, birovga 230, 220 hammasi bo'ladi. Bular narx-navosi 1.150 ming so'm chiqadi. 1.150 ming so'm juda qimmatli qiladi. Buni ham tushiring narxini aka. Necha pul qilib berasiz? 1.130 dan qilib beraman. 1.130 ming so'mdan obunachilarimiz uchun dastavkasi bormi? Kelishilgan holatda qilib beraman. Kelishilgan, besplatniy bo'lmaydi. Xudo xolasa quyidagi nomerlarga Nodirbek akamga aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh kelishtirgan narxlarda butun vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham inshaalloh yetkazib beradilar. Xudo xolasa. Kelishilgan holatda kelaverasizlar.